Jinsiy holat necha santimetr bo'lsa normal hisoblanadi? Xo'p, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jinsiy olat razmeri tinch holatda, ya'ni ereksiyasiz holatda 8-10 santimetr atrofida bo'ladi. Ereksiya paytida esa jinsiy olat razmeri 11 santimetrdan 19 santimetrgacha bo'lsa, bu normal holat hisoblanadi. Unda jinsiy holatning qalinligichi? Xo'p, qalinligi normal holatda, tinch holatda, ya'ni 8-9 santimetr atrofida, aloqa paytida, ya'ni qo'zg'alish paytida esa 10-12 santimetr atrofida bo'lishi kerak. Jinsiy holatning razmeri katta bo'lsa, ayolni qondiradi degan gap rostmi? Yo'q, bu shunchaki bir afsona. Jinsiy olat razmeri yoki qalinligi hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Chunki ayol jinsiy a'zosidagi sezgir qism asosan 3-5 santimetr chuqurlikda joylashadi. Shu sababli olat kattaligi muhim rol o'ynamaydi. Jinsiy aloqaning sifati olatning katta yoki kichikligi emas, balki erkak kishining harakatlariga, ayol kishining ruhiy holatiga, klitorial stimulyatsiyaga va o'zaro munosabatlarga bog'liq.